Oxirgi yillarda respublika ixtisoslashtirilgan urologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filialida jahon standartlari darajasidagi yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari bajarilib, bemorlar sog'lom hayotga qaytarilmoqda. Shifoxonada qo'llanilayotgan zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar davolash samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutmoqda. Markazda bemorlar buyragidagi toshni lazerda olib tashlash bo'yicha bajarilgan amaliyotlar ham e'tiborga molik. Yaqinda bu shifoxonada Xoleb minimal invaziv jarrohlik amaliyoti yo'lga qo'yildi. Navbatdagi operatsiya ham aynan shu usulda bajarildi. Golmi lazer tibbiyot uskunasi mamlakatimizning bir nechta ilg'or klinikalarida bor xolos, deydi suhbatimizda filial bosh shifokori Azizbek Yuldashev. Buning yordamida keng tarqalgan urologik kasalliklar, siydik yo'li tosh kasalligi, prostata bezi adenomasi kasalliklarini samarali davolash imkoniyati mavjud. Biz Kfire fondi orqali 25-yili yanvar oyida Quanta Yevropa brendi bo'lgan Golmi lazeri 105 talik vazirlik tomonidan, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan berilgan. Shu apparat yordamida mana kuni kecha ikkita, bugun bitta prostata bezi adenomasini Golmi lazer bilan inokulyatsiya operatsiyasi amalga oshirildi. Buni operatsiyaning afzalligi operatsiyadan keyin reabilitatsiya tez, bemor 2 kundan keyin uyda bo'ladi. Hech qanaqa tiqsiz, kesmasiz, tabiiy siydik yo'llari orqali kirib qilinadi. Operatsiya davomiyligi 1-1,5 soat bo'ladi. Bemor ertasiga oyoqqa turadi, ikkinchi kuni uy sharoitida davoni davom ettiradi. 1 oygacha bizning nazoratimizda bo'ladi. Mana Allohga shukr, kelib chiqdik jarayonga. Yaxshi, shu bir hafta oldin shu bir beri og'riq necha berayotgandi. Urologiya markaziga keldim, ahvolini ko'rdik, gaplashdik. Sabablarini ko'rdi, aytdilar. Bora hamma yo'lni mana qildilar. Operatsiya qildilar, operatsiya emas, lazer orqali qilindi. Allohga shukr, hech qanaqa og'riq, bezovta qilish, hech bir sezmadim. Televizorda ko'rib turib hamma yo'qdi. Hamma yo'q muvaffaqiyatli o'tdi. Hamma yo'q zo'r, chiroyli. Ilohim rahmat rahbarlarga, doktorlarga ilohim. Hozirgi holatimiz doimgidek yaxshi, Allohga shukr. Hozirgi kunda Respublika urologiya markazi ustoz mutaxassislari kelishdi, birga o'tkazdik. Operatsiyalarimiz juda chiroyli bo'ldi. Bemorlarimiz holati qoniqarli. Endi shu mahorat darslarini davom ettiramiz va kelajakda o'zimizning mahalliy doktorlar shu markazda shu amaliyotlarni mustaqil yo'lga qo'yishni boshlaganimizdan so'ng bu amaliyotni tumanlar miqyosiga olib tushish niyatidamiz. Umuman olganda markazimizda o'ta murakkab operatsiyalar deyarli har kuni amalga oshiriladi. Masalan, bukal uretroplastika, double face amaliyoti, 2 tomonlama uretrosiston anastomoz kabi amaliyotlar muvaffaqiyatli bajarilib kelinmoqda. Yaqingacha farg'onalik bemorlar yuqori texnologik muolajalar talab etilgan hollarda poytaxtga yoki xorijga yuborilar edi. Endi esa bunday noyob amaliyotlar o'zimizda o'tkazilishi ko'p yillik orzu haqiqatga aylandi.